Do'stlar, sizlar ham charchab ketdilaringmi? Sun'iy intellektni biznesingizga joriy qiling yoki bo'lmasa sun'iy intellekt bilmayman. Balki men Instagramda yoki bo'lmasa umuman ijtimoiy tarmoqlarda shuni ichida yurganligim uchundir tinmay mana shunaqa narsalar chiqadi, lekin ayrim narsalarni gapirish lozim deb topdim o'zim uchun. Birinchisi, biznesda nimanidir joriy qilish, sun'iy intellektmi u, avtomatizatsiyami farqi yo'q. Nimanidir joriy qilishdan maqsad uchta narsaga qaratilgan bo'lishi kerak. Birinchisi, yo sizni samaradorligingizni o'sha narsa ta'minlab berish kerak, o'sha yechim, yo ya'ni bu tezlik evazigadir balki, yoki bo'lmasa nimanidir ya'ni avtomat bajarishini evazigadir. Yoki bo'lmasa xavfsizligingizni ta'minlash kerak va yoki bo'lmasa aynan o'sha biznesingizda qaror qabul qilish jarayonini yo tezlashtirish kerak, ya'ni avtomatlashtirish kerak desa ham bo'laveradi. Xo'p, endi sun'iy intellektni olib kelamiz bu masalani ichiga. Aytayaptiki, xodimlaringizni nazorat qilib turing, call centerlaringizni unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz, xodimingiz to'g'ri gaplashyaptimi, noto'g'ri gaplashyaptimi, shuni bilib turamiz. Xo'p, qanday qilib bilib turasan degan savol deb aytsangiz agar quyidagicha bo'ladi. Xodimingiz telefonda gaplashganda uni telefonini biz audio shaklda deylik qayerdadir saqlaymiz. Aynan mana shuni sun'iy intellekt yordamida, bilmayman, balki Gemini 2.5, 3.1 qanaqadir API orqali tekst shakliga transkripsiya qilib olamiz. O'sha tekst shaklini o'qigan sun'iy intellekt ana undan matndan xulosa qiladi. Ya'ni masalalar qanaqangi bo'lib, qanaqangi gaplashilganligini. Bu biznes jarayonida agar siz meeting note bo'lsa, ya'ni uchrashuvlarga kirsangiz, uchrashuvlarning konspekti yoki shunga o'xshagan narsalarni anglashda asqotishi mumkindir, umumiy narsani anglashda. Lekin mana hozir hayolimga misol uchun sarkazmda qanaqangi hal qiladi degan masala kelyapti. Bo'lib ham o'zbek til modellari, ya'ni o'zbekchada gaplashganda. Deylik, mana hozir men Labzeda turibman. Kimdir aytayaptiki, "Assalomu alaykum, Labzedaga dostavka qilasizlarmi?" desa. Va sizni xodimingiz aytsa-ki, Labzeda bilmasa-da endi misol uchun boshqa davlatda yashagan bo'lsa, "Ya uzr kechirasiz, Labzedaga biz dostavka qilmaymiz" desa, ana biznes egasi, "Sizlar ham kuchayib ketdilar, endi zo'rsizlarda endi bo'pti, xo'p" deb qizillab qo'ysa, kinoya qilibdi endi achchiq qilgandek. Shuni sun'iy intellekt qanday baholaydi? Ana u xodimga 5 qo'yib beradi. Qo'pol qilib aytganda maqtadi, chunki klient deb o'ylaydi. Endi biznesda nimadir joriy qilganingizdan keyin o'sha qaror qabul qilishingizga yordam berish kerak. Ya'ni yaxshi gaplashganligi uchun ana xodimga siz yo oyligiga qo'shib berishingiz kerak, yomon gaplashganligi uchun uni qanaqadir KPI ni belgilab turib, uni oyligidan ayirib tashlashingiz kerakdir. Yoki bilmayman, nimadir qarorga yordam berish kerak. Endi hozirgi mana shunga o'xshagan masalalarda nima qaror qabul qilishga yordam beradi? Ya'ni qaror noto'g'ri bo'ladi-ku biznesda egasida. Bu bitta kichkina misol. Buni o'zi aslida sabablari juda ham ko'p, chunki nimaga desangiz, o'zi umuman hissiy ovozlarda tahlil qiladigan hali men data setni ko'rmadim O'zbekistonda. Bordir, ya'ni bir ikkita ukalarni bilamiz yoki juda ham ko'p o'zbekcha voice modellar bor. Ular o'sha labelingda, mayli, men bir ikkita labelingdagi problemalarni bilaman, ayniqsa bo'lgan. Lekin nimadir qilinyapti. Lekin ular ham hali hissiyot bilan ishlagani yo'qda, ya'ni ovozning tonidagi hissiyot yoki boshqa shunga o'xshagan narsalar bilan. Biznesda savdosi, mijozlar bilan ishlash, bunga o'xshagan narsalar aynan mana shu narsalarning ustiga quriladi. Shu sababdan biznes egalariga o'zi umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar nimanidir qaysidir yechim orqali avtomatlashtirish yoki bo'lmasa qilish jarayonida doim o'sha narsani mutaxassisga murojaat qiling. Ya'ni sun'iy intellekt bu bir mo'jiza emas, hamma yog'ingizni wow qilib nimanidir qilib tashlaydigan. Bilmadim, men balki o'zim ERP dan chiqqanligim uchun, ya'ni biznes jarayonlarini ko'ra olganligim uchun biznes qilib ko'rganman. Qilib ko'rib o'shanda yurganlari ham bir nechta, misol uchun Rasta Girgittonda shunchaki misol uchun yurgizolmaganmiz. Startup qilib ko'rib misol uchun maksimum borsa bir 100 mingtagacha odam skachat qilgandirda o'shani, lekin misol uchun 5 yil 6 yil ishladim, shu biznesda oxiri tashlab ketdim. Shunga o'xshagan narsalarni ko'rib nima ishlaydi, nima ishlamasligini bilib hozir ko'ryapmanki, hamma sohaning egasimi yo'qmi va uni avtomatlashtiramiz, uni qilamiz, nima deb qo'yapti. Mana keling deydi, unaqa qilib qo'lini. Ana kompyuterning ekranini ko'rsatyapti. Ofischada tam Hermes mikan yoki bo'lmasa OpenClaw mikan qanaqadir mission controlda ana agentchalar ishlab yuribdi. Mana u meni agentlarim. Bularning qorni og'rimaydi, uxlamaydi, men uxlab turganimda ishlab turaveradi, deyapti.
Hop, nima ish qilyapti o'sha? Xatga qanaqangi integratsiya bo'lgan. Agar bittasini vazifasi faqat matn generatsiya qilyap turgan bo'lsa, bittasini vazifasi faqat rasm generatsiya qilyap turgan bo'lsa, sen o'sha generatsiya qilyap turgan narsalar ustida nimani hal qilding? Qaysi biznesni avtomatlashyapti yoki bo'lmasa qanaqadir content pipeline-ni avtomatga qo'ydingmi? O'sha nechta subscriber olib kelyapti, ya'ni foydalanuvchi olib kelyapti. Nima? Shunga o'xshagan narsa yo'q. Do'stlar, bu ofisga o'xshagan narsani $4000 sotishyapti. Mayli, qancha olib yesin. Hali novelty bo'lib turgan paytda bunga o'xshagan yechimlar mayli, uni muammosi yo'q. Faqat biznes egalariga meni maslahatim, o'sha nimadir joriy qilyapsizmi biznesingizga, aynan o'sha narsa shu yo tezligingizga, yo samaradorligingizga yoki bo'lmasa qaror qabul qilishingizga yordam bersin. Shu xolos. Bilmadim, birinchi marta YouTube'ga bunaqangi formatda video olishim menimcha ishlasa kerak, bilmadim. Balki Instagramga ham qo'yarmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha AI Mastava degan Telegramda kanalimiz bor. Bunga kirsalaring, men aynan o'sha nima deydi, sun'iy intellekt haqida bo'layotgan turgan oxirgi yangiliklarda bilib tursalaring bo'ladi. Ba'zi joylarida o'zim kommentariyalar berib ketaman. Ba'zi joylarda nima desam bo'ladi, yangi решениялар chiqqan bo'lsa ularni aytib ketaman. Va undan tashqari 1% bilim degan Telegram kanalim bor, unga ham o'tsalaring bo'ladi. AI Practicum degan dars o'taman men sun'iy biznes egalariga sun'iy intellektni biznesda joriy qilish va hokazo va hokazo. Bu tugab qoldi. Xudo xolasa yangi etapa sentyabrda yoki avgust oxirlarida ochilishni niyat qilyapmiz, lekin unda ko'p odam bo'lmaydi. Agar shu ham kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ai.1%bilim.uz orqali kirib joyizni band qilsangiz bo'ladi. Lekin menimcha shu, endi boshqa nima desam bo'ladi yana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.